Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammani xirmoniga baraka, dehqonlar xirmonini ko'taryapti. Bahorda video qo'ygan edik. Hasan Hoji aka selka olib kelgan edi, piyoz selka. Hozir o'sha bo'lyasiga keldik, dalasiga. Hozir Hoji akamning o'ziga gap beramiz. Qanaqa bo'lgan, qanaqa sifatda bo'ldi piyozni ko'rsatamiz ham. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Assalomu alaykum. Hormangizlar, dehqon bolalar, yaxshimisizlar? Bahorda ekkan selkamiz yangi joyida yaxshi, alhamdulillah, hosil yaxshi bo'ldi. Endi qanchalik aniq emas. 4 qatorli selkada ekdik. Buni bir ko'rishlaringiz mumkin mana. Hosillar ajoyib. Barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Yaxshi. Ana hozir bu yoqda setkalangan joyi, o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Hali tonnasi aniq bo'lmagan. Bizdan so'ragan edi, video qilgan edik, natijasi qanaqa bo'ldi deb. Atayin ko'rish uchun oldiga keldim. Do'lobini alohida Do'lobi bilan o'rtachasi, keyin maydasi ham delni qilinyapti ekan, alohida qilib. Mana marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Shu bahorda ekilgan joy. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlashni unutmang. Bizni kuzatib borishni to'xtatmang.